Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga bitta yangi va yaxshi yangiligim bor. Narx tushirishda yangi usulini o'ylab topdik. Endi narx tushirish o'zlaringning qo'llaringda. Aktivda qancha baland qilsalaring, qancha ko'p qo'llab-quvvatlasalaring, narxlar shunchalik tushib boraveradi. Nimaga bunaqa deyotganimni video davomida tushunib olasizlar. Qani bo'lmasam videoni ko'rishni boshladik. Hurmatli obunachilar, sizlarga dahshat gilam olib qo'ydim. Ko'rishlaring mumkin. Klassik uslubda nomlari ham klassik deb nomlangan sakzavotini klassik nomli gilami. Razmerlari 2,5 3,5. Har doim videolarimni davomida obuna bo'linglar, like bosinglar deb videolarimni cho'zganimda obunachilarim har doim birinchi bo'lib narxini aytib o'tsangiz qiziqroq bo'lardi deyishardi. Пожалуйста, bu videomizda birinchi bo'lib narx aytiladi. Mana shu gilomda umumiy turishini 300 ming so'm desam ishonasizlarmi? Nerealni ishonasa chekkalari ko'jali, hech qanaqa birak joyi yo'q. Razmerlari katta 2,5 ga 3,5. Narxi 300 ming so'm. Bu kvadrat metrining narxi bas, gilomning umumiy turishini narxi. Juda tushunarsiz bo'lyapti. Hozir men sizlarga nimaga bunaqa narxdaligini tushuntirib o'taman. Avval gilomimizni bitta obzor qilib beray sizlarga, sifatlarini, keyin nimaga narxi 300 ming so'mligini tushuntirib beraman. Gilomimizning razmeri aytib o'tganimdek 2,5 ga 3,5. Chekkalarida popiylari bor, ko'jalari bor. Qalinliklari o'zlaring ko'rib baho berib qo'yishlaring mumkin. Juda ham sifatli va zamonaviy. Juda ham ajoyib. Narxi ham juda ham arzon. Nerealniy darajada arzon. Endi nimaga gilomimiz bu narxdaligini sizlarga tushuntirib o'taman. Gilomimizni ko'rdilaring, narxi 300 ming so'm. Nimagaligini mana endi o'zim tushuntirib o'taman. Gilomimizning asl bahosi 1 million 300 ming so'm. Videoda boshida aytib o'tganimdek, endi narx tushirish o'zlaringning qo'llaringda. Har 4 kunda video joylab boryapman qo'limdan kelgancha. 4 kun ichida har bitta bosilgan like uchun gilomimizning narxi 2000 so'mdan tushib boradi. Bu nima degani? Hurmatli obunachilar, atigi 4 kun ichida sizlar 500 ta like yig'salaring, mana shu gilomimizning narxi 300 ming so'mgacha tushadi. Va kommentariyada eng yaxshi izoh yozib qolgan mijozimiz bu gilomni sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Davay, sizlarda o'zlaringda qo'llaringda bu nerealniy narsa bas, bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. 500 ta like yig'ish shart emas. Misol 100 ta like yig'sa, gilomimizning narxi 200 ming so'm arzonlaydi. O'zi shundoq ham 1 million 300 ming so'mga bu gilom arzon. Sizlar 100 ta like yig'dilaringmi, gilom narxi 200 ming so'm tushadi. Agar 500 ta like yig'adigan bo'lsalaring, nerealniy deb o'ylagan narsalaring haqiqatga aylanadi va gilomni 300 ming so'mga xarid qilib olishlaring mumkin. Hammasi haqqoniy bo'ladi. Keyingi videoda gilomimizning narxi qanchaga tushganini va sotildimi yo'qmi shuni aytib o'taman. Videoga like bosinglar, podpiska bosib qo'yinglar. Bundan keyin agar shu videomiz qiziqarli va foydali bo'ladigan bo'lsa, har doim shunaqa formatda, shunaqa trendda videolar olamiz. Hammalaringga rahmat.